imom Tabaroniy Al-Mu'jamul Kabir nomli kitoblarida Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhumodan ushbu mazmundagi hadisi sharifni rivoyat qilganlar. Qaysi bir odam Makka-i Mukarramadan Arafotgacha ulov ustida borib haj qilsa, minib yurgan ulovining har bir qadami uchun unga 70 tadan hasanot yoziladi. Va bir shaxs Makka-i Mukarramadan Arafotgacha yayov yurib haj qilsa, uning har bir qadamiga 700 tadan hasanot yoziladi. Imom Hokim Mustadrak va Imom Bayhaqi Shu'abul Iymon nomli kitoblarida sahih sanad bilan ushbu mazmundagi hadisi sharifni rivoyat qilganlar. Kimki Makka-i Mukarramadan Arafotgacha piyoda yurib haj qilsa, uning har bir qadamiga 700 hasanot yoziladi. Muqaddas haramda erishilingan har bir hasanot esa boshqa joyda bajarilgan ibodatdan 100 ming hasana ziyodadir.